Bizda ikkita nalichda turibdi. Bittasi telemetalika, bittasi esa refrigeratorli havoviy beshni furgonlar o'rtoq. Termokink bilan jihozlangan, -20 gradusgacha ucha beradi. Xullas bu refrigeratorli havoviy besh nalichida. Endi kelinglar telemetalika haqida ham bitta tushunchaga ega bo'lgan bo'lsak. Telemetalikamiz mana ochib qo'yilgan, tayyor turibdi. Yangi massasi sizni kutyapti. Ko'pchilik qidirib yuradi, bizda esa nalichida turadi. Yonidan ham eshigi ochiladi. Xohlasangiz lizingga, xohlasangiz avtokreditga, naqdiga va sotib olish bo'yicha turli xil alternativ uslublar bor. Maxsus bonuslarni ham qilib beramiz. 270 ta ot kuchi bor o'rtoqlar. Harakatlanishida demak hamma imkoniyatlari berilgan, пониженный повышенный скоросtlari, mashinamizda to'liq zip yashiklari bor, огнетушительlarigacha. Obzor esa to'liq. Endi bu narsa sizga muhimmi, muhim emasmi? Endi mana salon haqida qisqacha ma'lumot bo'ldi-da mana. Xullas aziz do'stlar, xohlang telemetalika, xohlang refrigerator, havoviy beshlar nalichida turibdi. Batafsil savollariga mana shu raqam orqali javob olsanglar bo'ladi. Yoki oddiy misol sizlarni qiynab o'tirmaymiz. V5 degan so'z qoldirsanglar, promokod so'zini qoldirsanglar kommentariyada mutaxassislar tushunadi deb sizga alohida javob beradi. Yoki direktingizga yoki kommentariy orqali savol javob boshlanadi. Tushundingizmi? V5 deb yozib qolding, muammo yo'q. Ro'yxatdan o'tasizlar, registratsiyadan daniylarni qoldirasizlar, alohida sizga mutaxassislar bog'lanishni boshlaydi. Zo'rni zo'rlagan. Zo'r bitta like ham bosib qo'ying.